Assalamu alaykum savodoshlar. Bugun o'tadigan darsimiz bal pranik. Bu pranik ketilgan materiallar bo'lsa, biz oldi bilan 4 dona tuxum, 1 piyola keladigan, meyli piyola bo'lsin, meyli istakan bo'lsin, shuni o'lcham qilib olamiz. 1 piyola tuxum, yana 4 dona tuxum, 1 piyola hasal, 1 piyola quyruq may, ya'ni dumba may, 1 piyola sumay, 2 piyola şeker, 15 gram karbonat, sodadan 15 gram, 10 gram köpürgüç ve 800 gram un. Muş materyallar kitiler hanımlar. Hem biz bu unumuzni xamir yoğagan jarayonda az-azını septirip faaliyet yaparız. Aldı bilen biz muşu hasal, quyruq may, sumay, tuxum, şeker hemmisini bu 10 gram 15 gram karbonatını koşup hemmisini koşup bir xamir yoğurgan kaçımızı savagan diken taza yaxşı aralashtirib olamiz. Muna savodoshlar, biz un bilan köpürgüçten başka barliq karbonat, qo'ymay, suvmay, tuxum qatorliq kerakli materiallarni bu köpürüş mashinamizdan qaysisi qo'yib oldik. Endi biz buni asti xuddi 5 minut, o'tir xuddi 5 minut, ondan tez xuddi 5 minut qilib 15 minut köpürib olamiz. Muna savodoshlar, bizning aralashmamiz aralashib mushunday holatga kelgan chog'da biz endi bu köpürgan ushni evetib xamir yo'g'irgan ushga almashtiramiz. Bu xamir yo'g'irgan ushga almashtirdik. Endi bu 800 gram unimizga 10 gram köpürgüçni qo'yib aralashtirib olamiz. Teşhi aralashtirib olgandan keyin endi biz bunu asta mang'uzib turib az-azini silib xamir yo'g'irishga boshlaymiz. Muna savodoshlar, bizning xamirimiz yo'g'ilib bo'ldi. Bu shunday yumshoq bir xamir bo'ldi. 800 gram unimizni hammasini ishlatdik xonimlar. Endi biz yalaniki unningki suvni yemasligiga qarata az ko'p bo'lishi mumkin. Bu shunchalik o'lchamli bo'libdi. Men ishlatgan un. Bek bo'sh qopti bu deb uni jalab qattiq xamir yo'g'irotmang. Bo'lmasa balparaningiz qattiq chiqib qoldi. O'zingizga o'xshamagandek his qilasiz. 800 gram un nihoyatda muvofiq bo'libdi. Endi biz buni ishkalqimizdan o'tirsiq elib, zugul qilib, raslab pishirishga boshlaymiz. Muna hanımlar, biz tayyorlagan xamirimizni alqinimizdan o'tirsiq elib, mushundoq zugul uzib olgandan keyin barmog'imizning uchi bilan o'ttiroq qismini azroq besib
Bununla şekil verimiz ha hanımlar. Pek bir soğutmayımız. Azıraqlı yendik derecede besip bununla şekil verip çıkımız. Ondan keyin tuxumdan seyrigini muşu baskan yerimizge azıraq milap qo'ysaqlı buldu. Mana tuxumdan seyrigini azıraqlı milap qo'ymiz. Hemen arkadaşlar ben de bu teye koygan perendigimni duxovkaga soldim. Duxovkaning gradusini 200 Selsiy gradusda oldin ola qizitib olgandim. Endi buni 170 Selsiy gradus ekib qo'ydim. Endi buni 15 minut atrofida yuzi qizargacha pishirib olaman.